Ali Ibrohim Akram, Xolid ibn Valid, Yengilmas qo'mondon. Birinchi qism. Payg'ambar davrida. Birinchi bob. Bolalik. Xolid va novchadan kelgan yigitcha bir-birlariga yonib turgan nigohlari bilan tikilib turishardi. Ular bir-birlariga tashlanish uchun qulay paytni kutayotgandek va raqibining har qanday hiylasiga chap berishni o'ylab bir-birlaridan ko'z uzmagan holda asta-sekinlik bilan doira bo'lib aylanishardi. Ularning ko'zlarida nafrat yo'q edi. Ularda faqatgina murosasiz raqobat va g'alaba qozonishga bo'lgan qat'iy xohishni ko'rish mumkin edi. Xolid juda ehtiyotkor bo'lishi kerakligini yaxshi bilardi, chunki novcha yigit chapaqay edi va shuning uchun u barcha chapaqaylar kabi o'z raqibiga nisbatan ustunlikka ega edi. Kurash arab bolalari orasida keng tarqalgan ermak edi va ular tez-tez bir-birlari bilan kurashib turishardi. Bu bellashuvlarda hech qandaygina qudrat bo'lmasdi. Bu shunchaki vaqti chog'lik bo'lib bolalar kurashni arab erkaklari uchun shart bo'lgan mahoratlardan biri sifatida o'rganishardi. Biroq bu ikkovi o'z tengqurlari orasida eng kuchlisi edilar va doim qolganlarga boshchilik qilardilar. Ikkovlonning bu galgi kurashi yetakchilar o'rtasidagi birinchilik maqomi uchun bo'layotgandi desa ham bo'ladi. Yigitchalar bir-birlaridan qolishmasdilar. Ular deyarli tengdosh 13-14 yoshda edilar. Ikkovi ham bo'yi uzun va qotmadan kelgan. Yelkalari va qo'llarida yaqindagina shakllangan mushaklari o'ynab turar, terlab ketgan badallari esa quyoshda yaltirardi. Naynov Xoliddan taxminan 2-3 santimetrga balandroq edi. Yuzidan esa ular shu qadar bir-birlariga o'xshashar ediki, ko'pincha ularni bir-birlari bilan adashtirib yuborishardi. Xolid Naynovni dast ko'tarib yerga uloqtirdi. Biroq bu qulash odatdagidek bo'lmadi. Yigit yerga yiqilganida yaqqol qarsillagan ovoz eshitildi va zum o'tmay uning oyog'i suyakning singanidan darak berib, g'alati bo'lib bukilib qoldi. Mag'lub yerda qimirlamay yotar, Xolid esa o'rtog'i va jiyani bo'lmish yigitchaning singan oyog'iga dahshat ichida qarab turardi. Naynovning onasi Xantama bint Hishom ibn al-Mug'ira, Xolidning amakisining qizi edi. Vaqt o'tishi bilan singan suyak bitib ketdi va novcha yigitning oyog'i sog'ayib yana kuchga to'ldi. U yana do'stlari bilan kurashga tusha boshladi va yana eng yaxshi kurashchilar qatoridan joy oldi. Va bu ikki do'stligicha qolishdi. O'quvchidan mana shu novcha yigitga alohida e'tibor qaratishini so'raymiz, chunki u kelgusida Xolidning hayotida va butun islom olamida juda muhim rol o'ynaydi. U Al-Xattobning o'g'li bo'lib, uni Umar deb atashardi. Xolid dunyoga kelganidan ko'p o'tmay uni mashhur qurayshliklar orasida keng tarqalgan odatga muvofiq onasidan ajratishdi va sahroga, badaviylar yoniga yuborishdi. Go'dakka uni boqib katta qilishi uchun enaga topishdi. Sahroning ochiq tabiati, quruq va toza havosida Xolidning butun hayoti davomida saqlanib qolgan mislsiz kuch-qudrati va bebaho salomatligining ilk ildizlari tomir otdi. Sahro chamasi Xolidga juda xush keldi va u bu joylarni juda yaxshi ko'rib qoldi. U yerda o'zini xuddi uydagidek his qildi. Uning go'dakligi va ilk bolalik chog'lari cho'l arablari orasida kechdi. 5 yoki 6 yoshlarga to'lganida esa Makkaga, ota uyiga qaytdi. Bolaligida Xolid chechak bilan og'ridi, lekin kasallik ancha yengil kechdi va yuzida qolgan bir ikkita yara izlarini hisobga olmasa, unga unchalik ham jiddiy zarar yetkazmadi. Uning ustiga bu dog'lar uning ko'plab arab go'zallarining iztiroblariga sabab bo'lgan o'ziga xos jiddiy ifodaga ega yuzidagi chiroyiga zarracha ham soya solmagandi. Bolakay o'sib ulg'aydi. O'smirlik yoshiga yetganida Sardorning o'g'li ekanligini anglab, bundan g'urur tuya boshladi. Uning otasi Al-Valid mashhur Quraysh urug'laridan biri Bani Mag'zumning ulug'i edi va Makkada Al-Vahid, yagona, o'ziga xos degan nom bilan dong taratgandi. Endi Xolidning tarbiyasi bilan uning otasi shug'ullana boshladi va unda barcha arab erkaklariga xos fazilatlar, mardlik, jang qilish mahorati, qat'iyatlilik va oliy himmatlik kabilarni shakllantirishga harakat qildi va buni a'lo darajada uddaladi. Al-Valid o'zining oilasi va ajdodlari bilan juda g'ururlanardi va Xolidga u kimlarning avlodi ekanligini aytib berar edi. Xolid ibn al-Valid
ibn al-Mughira, ibn Abdulloh, ibn Umar, ibn Mag'zum urug' uning sharafiga nomlangan. Ibn Yaqoza, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Luay, ibn G'olib, ibn Fihr, ibn Molik, ibn Nazr, ibn Kinona, ibn Huzayma, ibn Mudrika, ibn Ilyos, ibn Muzar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan, ibn Udad deb ham atashgan. Ibn Muqavvim, ibn Nahur, ibn Tayrah, ibn Yarub, ibn Yashjub, ibn Nobit, ibn Ismoil arablarning otasi deb atashadi. Ibn Ibrohim payg'ambar. Ibn Azar, ibn Nahur, ibn Sarugh, ibn Rau, ibn Falah, ibn Aybar, ibn Shalah, ibn Arfaxshod, ibn Som, ibn Nuh payg'ambar. Ibn Lamk, ibn Matushulh, ibn Idris payg'ambar. Ibn Iyard, ibn Mahloyil, ibn Kaynon, ibn Anush, ibn Shis, ibn Odam insoniyat otasi. Makkada yashovchi buyuk Quraysh qabilasida haq-huquqlar va muhim majburiyatlar asosiy urug'lar o'rtasida aniq taqsimlangan edi. Qurayshliklarning 3 ta yetakchi urug'i Banu Hoshim, Banu Abduddor, unga Banu Umayya ham kirgan va Banu Mag'zum edi. Banu Mag'zum harbiy masalalarga javobgar edi. Bu urug' Qurayshliklar janglarda minadigan otlarni ko'paytirar va jilovlardi. U jangchilarni tayyorlash va qurol bilan ta'minlash uchun ham mas'ul edi. Shuningdek, ularning urug'idan Qurayshliklarni jangga boshlab boradigan sarkardalar yetishib chiqardi. Banu Mag'zumning qabiladagi bunday o'rni Xolid ulg'ayib o'sgan muhitni shakllantirgandi. U bolaligidanoq otga yurishni o'rgandi. Mag'zum urug'ining vakili sifatida u haqiqiy chavandoz bo'lishi shart edi va tez orada u chavandozlik san'atini mukammal egalladi. Biroq uning uchun jilovlangan tulporlarni mina olishning o'zi kamlik qilardi. U har qanday otda yura olishi shart edi. Unga yosh jilovlanmagan toylarni berishar va u toylarni bo'ysundirib mutlaqo itoatkor va yaxshi o'rgatilgan jangovar otlarga aylantirishi kerak bo'lardi. E'tirof etish kerak, Banu Mag'zum urug'i vakillari Arabiston yarim orolidagi eng yaxshi chavandozlardan edi. Lekin Xolid ana shu zo'rlarning zo'ri bo'lib yetishdi. Bundan tashqari hech bir arab faqat otlardagina yaxshi yura olgani uchun o'zining yaxshi chavandozligidan maqtana olmasdi. Chunki u tuyalarda ham yoki harbiy harakatlar uchun arablarga zarur bo'lgan boshqa hayvonlarda ham yurish san'atini mohirona egallagan bo'lishi kerak edi. Otlardan janglarda foydalanilardi, tuyalar esa otlar chavandozlarsiz yurishi talab etiladigan uzoq yurishlarda ko'proq asqatardi. Xolid ot choptirish bilan bir qatorda harbiy jang san'atini ham o'rgandi. U har qanday quroldan, kalta va uzun nayzalardan, kamon va qilichdan mahorat bilan foydalana olardi. U otda yurib ham, piyodalar safida ham jang qilishni o'rgandi. Garchi Xolid har qanday qurol turidan mohirona foydalanishni o'rgangan bo'lsa-da, unda otliq hujumlari vaqtida kalta nayza bilan harakat qilish, shuningdek, ham otda, ham piyoda qilich bilan jang qilish bo'yicha Yaratgan in'om etgan alohida qobiliyat bor edi. Arablar qilichga haqiqiy sarkarda quroli sifatida qarashardi. Chunki qilich bilan jang qilayotganda jangchi o'z raqibiga boshqa qurollardagidan ko'ra eng yaqin masofada bo'ladi. Qilich bilan jang qilayotgan jangchining hayoti uni raqibi bilan oradagi xavfsizlik masofasiga amal qilishiga emas, balki uning qanchalik kuchliligi va epchilligiga bog'liq bo'ladi. Ularda qilich eng sodiq qurol hisoblangan. Xolid ulg'ayib baland bo'yli yigit bo'lib yetishdi. Uning bo'yi 6 futdan baland edi. 1 fut 30 santimetr 30,48 santimetr. Yelkalari kengayib, ko'krak muskullari chiqib, baquvvat va zabardast bo'lib yetishgan alp qomatida tarang mushaklari ko'zga tashlanib qoldi. Yuzini esa keng va qalin soqol bezadi. Ajoyib jismoniy qobiliyatlarga va yetakchilik tabiatiga egaligi, tengsiz chavandozligi va quroldan mohirona foydalanishi bilan u tez orada xalq orasida tanildi va Makka aholisining mehrini qozondi. Xolid o'zida beqiyos va mahorat va katta jismoniy kuchni birlashtirgan kurashchi sifatida yuksak muvaffaqiyatlarga erishdi. Arablarning oilalari katta bo'lardi. Erkaklar odatda o'zidan ko'p nasl qoldirish maqsadida bir necha marotaba uylanishardi. Al-Valid 6 aka-ukadan biri edi. Ehtimol ular undanda ko'proq bo'lishgandir. Biroq yilnomalarda faqat 6 tasini ismi saqlanib qolgan. Al-Validning bizga ma'lum bolalaridan 5 nafari o'g'il, 2 nafari qiz bo'lgan. O'g'illarining ismlari Xolid,
Al-Valid u otasining sharafiga shunday nomlangan. Hishom, Ammora va Abdushams bo'lgan. Qizlari Fotiha va Fotima edi. Al-Valid boy odam edi. Shuning uchun Xolidning kun kechirish uchun mehnat qilib pul topishiga zarurat yo'q edi. U bor vaqti va kuchini chavandozlik mahoratini va qurol bilan jang qilish sir-sinoatlarini, asrorlarini o'rganishga bag'ishlardi. O'zini moddiy jihatdan yaxshi ta'minlangan oiladan kelib chiqqanligi tufayli u tejamkorlik nima ekanligini bilmay o'sdi. Shuning uchun ko'p pul sarflashi, ayniqsa unga yordam so'rab murojaat qilganlarga nisbatan saxovatpeshaligi bilan dong taratdi. Taassufki, bu saxovatpeshalik kelgusida uning uchun anchagina muammolarni keltirib chiqishini u o'sha vaqtlarda bilmasdi. Al-Valid boy edi, biroq qurayshliklar erkin xalq bo'lganliklari uchun ularning har biridan pul ishlab topish yoki shunchaki jamiyatning unga foyda keltiradigan a'zosi bo'lish uchun biror bir vazifani bajarish talab etilardi. Ba'zida ko'pgina ishlarni yollab ishlatadigan va ularning mehnatiga yaxshi haq to'laydigan Al-Valid ham o'zini ishdan olib qochmasdi. Bo'sh vaqtlarida u temirchilik va qassoblik qilar, butun urug' uchun hayvonlarni so'yardi. U shuningdek savdo bilan shug'ullanardi va boshqa urug'lar bilan birgalikda savdo karvonlarini tashkillashtirish va qo'shni mamlakatlarga ularni yuborishda ishtirok etardi. Xolid Shomga boradigan savdo karvonlariga bir necha marotaba hamrohlik qildi va u beqiyos Rum mamlakatining yirik savdo shaharlarida bo'ldi. U yerda Xolid G'assoniylardan bo'lgan arab nasroniylar bilan ktesifonlik, ya'ni madoinlik forslar, misrlik qibtiylar va Vizantiya saltanatidan bo'lgan rumliklar bilan tanishdi. Xolidni u bilan birga ot choptiradigan va ov qiladigan do'stlari ko'p edi. Yigitlar ochiq havoda mashg'ulotlar o'tkazishdan bo'sh bo'lgan vaqtlarida she'rlar o'qishar, bir-birlariga o'z shajaralarini aytib berishar va o'yin-kulgu qilishardi. Xolidning do'stlaridan ba'zilari keyinchalik uning hayotida va islom tarixida muhim rol o'ynaydi va ular orasidan Umar, Amr ibn al-Os va Abdulhakamni alohida tilga olib o'tsak arziydi. Abdulhakamning asl ismi Amr ibn Hishom ibn al-Mughira edi. Garchi keyinchalik u yana bir Abu Jahl nomini oldi. U Xolidning eng katta amakivachchalaridan biri edi. Shuningdek, Abdulhakamning o'g'li Ikrima Xolidning sevimli jiyani va eng yaqin do'sti edi. Al-Valid o'g'illariga nafaqat ota va ustoz bo'ldi, balki ularga jang san'ati, sir asrorlarini o'rganishda murabbiylik ham qildi. Xolid undan jang qilish bo'yicha o'zining ilk saboqlarini oldi. U cho'lda tez harakatlanishni, dushman manzilgohiga sezdirmay yaqinlashib, unga hujum qilishni o'rgandi. U to'satdan dushmanning qarshisida paydo bo'lish, unga kutilmaganda hujum qilish va dushman yengilganida va qochishga tushganida uning ortidan ta'qib qilish qanchalik muhimligini bilib oldi. Ularning janglari faqatgina qabilalar aro tabiatga ega bo'lsa-da, biroq arablar tezlik, harakatchanlik va kutilmaganlikning ahamiyatini yaxshi tushunishar, qabilalar aro janglarni ko'pincha hujum taktikasidan foydalangan holda olib borishardi. Xolid ulg'aygach o'zining bor qiziqishini faqat jang san'atiga qaratdi va bu qiziqish tez orada uning butun vujudini qamrab oldi. Xolid faqat va faqat janglar haqida o'ylar, uning bor o'y-xayoli va maqsadi g'alaba qozonish bilan bog'liq bo'lardi. U ruhan qiziqqon va jangari edi. U buyuk janglar haqida va buyuk g'alabalar haqida orzu qilardi. Har doim o'zini barchani lol qoldiradigan va barcha faxrlanadigan g'olib o'rnida ko'rardi. Xolid o'z-o'ziga har doim, hatto oxirgi tomchi qoni qolgunicha kurashishiga to'g'ri kelsa-da, g'olib bo'lishga va'da berdi. Taqdir ham Xolidga, Al-Validning o'g'liga aynan mana shunday qismatni tayyorlab qo'ygan edi.